Muhammad Solih vodiyda o'lish taqiqlangan. 3-qism Sovet rejimiga ilk shapaloq. 1989-yilning 7-yanvar kuni Sovet O'zbekistoni Pravda Vostoka va Tashkentskaya Pravda gazetalari Kaminaning Krujilin va Hisomovlarga javobini chop etishdi. To'g'rirog'i, chop etishga majbur bo'lishdi. Bu voqea tashqaridan kichik ko'rinsa-da, bizning milliy harakatimiz uchun siyosatda tashlangan jiddiy odim edi. Quyida o'sha maqola. Rost qayda, yolg'on qayda. Odamning nomini qora qilish u dehqonmi, muhandismi, yozuvchimi farqi yo'q. Oson ish bo'lib qoldi. Yaqindagina yozuvchi Sarvar Azimov, olim Erkin Yusupov, shifokor Gavhar Hojiboyeva kabi ziyolilar va qator qishloq xo'jaligi sohasida ishlaydigan odamlarning sha'niga tuhmatlar uyushtirilgan edi. Bugun ularning ko'pchiligi oqlandi, ammo tuhmat qilish odati hamon davom etyapti. Qayta qurish haqorat pluralizmi emas, fikrlar pluralizmi edi-ku. Qayta qurish tuhmat emas, haqiqat oshkoraligi emasmi? Haqiqatgo'y Muhammadning 2 xil so'zi maqolasini yozganlar uchun bu qoida to'g'ri kelmabdi. Lekin bu maqolaga ular Gebbelsning retsepti bo'yicha bir chimdim haqiqat sepib qo'yishni unutmabdilar. Ha, to'g'ri. Muhammad Solih haqiqatan ham New York Times gazetasiga intervyu bergan. Uning gazeta muxbiriga aytgan jumlasi so'zma-so'z keltirilganda shunday: Stalincha paxta mustaqilligi konsepsiyasi bizning xalqimizni paxtaga zanjirband qilib qo'ydi. U bu fikrdan hozir ham voz kechmaydi. U buni faqat chet el uchun emas, aytish imkoni bo'lgan hamma joyda aytgan. O'zbeklarning 80%, tasavvur qiling, 80% qishloqlarda yashaydi va o'sha oq oltinga xizmat qiladi. Muhammad Solih o'sha xalqni nazarda tutib gapirgan edi. Krujilin Hisomov jumbushga kelib Muhammad Solihni turkmanlar, ruslar, ukrainlar, yahudiylar, belaruslarning dushmani deyishgacha boradi. Vaholanki 19-partiya konferensiyasiga takliflarga juda ko'p odam imzo chekkan va Muhammad Solih o'shalarning biri edi. Bu takliflarda Orol, sun'iy iqtisod qilish va Qoraqum kanali haqida mulohaza aytilgandi. Nahotki Krujilin Hisomov xuddi o'sha paxta qiyinchiliklarini boshidan kechirgan turkman birodarlarimiz uchun Orol taqdiri bir pul deb o'ylasa? Nahotki bu muxbirbachalar bo'stonliq va chetdan asossiz ishchi kuchi olib kelish siyosati faqat o'zbeklarni tashvishlantiradi deb fikrlasa? Nahotki bu muammolar O'zbekistonda tug'ilib, uni vatan atagan boshqa millat vakillari uchun begona bo'lsa? O'zbekning baynalmilalligi shiorlar bilan emas, balki bu xalqning hayoti bilan, kerak bo'lsa qoni bilan isbot qilingan. Misol keltirib o'tirmaymiz. Birga kechgan hayotimizda misollari ko'p. Lekin o'zbek xalqi o'z baynalmilalligini hech qachon ro'kach qilgan emas. Zero bu xususiyat u yoki bu darajada har qanday xalqqa xosdir. Ammo o'zbek faqat o'zbekligi, rus esa rusligi bilan faxrlanish kulgilidir. Milliy qadr-qimmat bor. Bunga teginishga hech kimning haqqi yo'q. Shuni unutmaslik kerakki, millatchilik osmondan tushmaydi. U doim shovinizmga qarshi himoya sifatida paydo bo'ladi. Bu inqilob dohiysining fikri. Biz undan manfaatimizga to'g'ri kelsa ko'chirma olamiz, to'g'ri kelmasa chetlab o'tamiz. Krujilin Hisomov Amerikada juda oz odamlar Silay Madaminovning borligini biladi deb yozadi. Anglash qiyin. Buning mavzuga nima aloqasi bor? Qolaversa, Amerikada nafaqat Silay Madaminov, hatto butun O'zbekistonni siz bilan qo'shib ham bilmaydigan odamlar son mingta. Lekin Samarqand, Buxoro, Xiva kabi ulug' shaharlarimizni Amerikada ham bilishadi. Faqat bu shaharlar shuhrati siz bilan bizning emas, o'rtoq Krujilin Hisomov. Bu shuhrat ajdodlarimizning xizmati. Madomiki bizni u yoqda bilmas ekan, bu ahvol hamma xalqlarga bitta ko'ylak kiydirgan. Ya'ni madaniyat va fikrning o'ziga xos belgisi yo'q. Mavhum ko'ylak kiydirmoqchi bo'lgan Stalincha milliy siyosat oqibatidir. Bunga quvonish shakkoklik emasmi? Krujilin Hisomov paxta mustaqilligi doim bo'ladi. U mamlakatning omon qolishi omilidir va uning monokulturaga hech qanday aloqasi yo'q deb yozadilar. Lekin shu zahoti monokulturaning mavjudligini tan olishadi. Tan olibgina qolmay, o'z kabinetlarida o'tirib buyruq beradilar.
Har qanday yo'l bilan hosilni oshir, ekin maydonlarini qisqartir, ana shunda monokultura bo'lmaydi. Mantiq va mantiqsizlikning ajoyib ko'rinishi bu. Monokultura nima ekanini bilasizlarmi o'zi? 1929-yili bizni paxta bilan ta'minlaydigan Amerika Qo'shma Shtatlari uchun iqtisodiy buhron yili bo'ldi. Shu va boshqa siyosiy sabablar bilan Amerika savdo siyosatini o'zgartirdi. Bizga paxta bermay qo'ydi. Stalin xuddi shu yili O'zbekistonda bu qimmatbaho ashyo paxta ishlab chiqarishni ko'paytirishni buyurdi. Paxta ekiladigan maydonni 800 ming gektarga yetkazishdi. 1930-yilda birinchi marta ziyolilar ham paxta terimiga jalb qilindi. Ammo 1934-yilgacha paxta plani to'lmadi. Buning sababini bilmoq uchun VKPB komissiya yubordi. Komissiya aniqlasa, dehqonlar och ekan. Ular o'z paxtasini nihoyatda arzonga 4 tonna oq oltinni 1 tonna bug'doyga ayirboshlashga majbur ekan. Stalinning rahmi kelib, dehqonlarni to'yg'azing, ana shunda paxta ham bo'ladi deb buyruq beribdi. Haqiqatan ham millatlar otasining bu fikri o'z mevasini berdi. 1936-yilda O'zbekiston ona vatanga 1 million tonna oq oltin armag'on etdi. Shundan beri biz o'sha Stalin bergan nonga shukrona aytib yashayapmiz. Shundan buyon biz uchun shaxsga sig'inish paxtaga sig'inish ramziga aylandi. Hatto shaxsga sig'inishdan to'xtasak ham paxtaga sajda qilishdan to'xtamadik. Nafaqat dehqonlar, balki ishchilar, ziyolilarimiz ham bu o'simlikka sig'inish ruhida tarbiyalandilar. Paxta dastidan bog'lar, yaylovlar, to'qaylar barbod etildi. Qishloqlar yo'qotildi. Odamlar jabrlandilar. Mana sizga monokultura haqidagi bor yo'q ertak. Muxbirlar Muhammad Solih Sovet milliy siyosatini Genrix Gimlerning bosib olingan yerlarda o'tkazgan siyosati bilan tenglashtirdi deb yozadilar. Ha, Muhammad Solih chindan ham ilmiy institutlarning birida nutq qilgan edi. Faqat u Sovet milliy siyosati emas, demografiya xususida gapirgan edi. Bu ikki xil narsa. Muhammad Solih o'z nutqi nihoyasida Mojor yozuvchisi Dula Faketi maqolasidan shunday parcha keltirdi. Bu territoriyada, ya'ni Rossiyaning nemislar bosib olgan hududida biz aholi sonini qisqartirish yo'lidan borishimiz kerak. Targ'ibot yordami bilan. Birinchi navbatda varaqa va broshyuralar yordamida aholi ongiga muntazam ravishda ko'p bola tug'ish yomonligini singdirmoq lozim. Targ'ibot qilar ekan bola tarbiyasi juda katta moddiy xarajatni talab qilishini, bu isrof bo'lgan pulga qanchadan qancha narsalar olish mumkinligini va ayollar ko'p tug'sa sog'lig'iga zarar ekanligini tinmay aytish kerak. Inostrannaya literatura 1988-yil 5-son 190-bet. Faketa bu so'zlarini Gimlerning nutqidan olgan. Muhammad Solih ko'chirmani keltirib bo'lgach, bir og'iz ham izoh bermadi. Demografiya masalasiga kelsak, Muhammad Solih bu mavzuda faqat bir joyda chiqish qilmagan va har bir chiqishida yoshlarga mo'ljallab emas, balki aynan Krujilin va Xusomov qabilidagi odamlarga mo'ljallab gapirgan. Odamlarning hayoti, psixologiyasi va an'analarini bilmay turib, targ'ibot yuritish milliy tuyg'ularni haqorat qilishga olib kelishini va bu har xil fitnalarga yo'l ochib berishini tushuntirmoq istagan. Gimlerni eslatgani ham o'sha fitnaning oldini olish uchun, demakki, baynalmillatchilikka xizmat qilish uchun edi. Afsuski, u kechikkanga o'xshaydi. Krujilin, Xusomov aytganlariday, bu jabhada juda ko'p qovun tushirildi va tushirilmoqda. Baynalmillatchilik degani bir tomon buyruq berib, ikkinchi tomon jim turish kerak. Ya'ni Pravda Vostoka chop etib, boshqa gazetalar undan ko'chirib bosishi kerak degan ma'noni bildirmaydi albatta. Baynalmillatchilik har jabhada teng huquqli ikki tomonning suhbatidir. Bir-birini anglash borinki hamdardlikdir. Afsuski, baynalmillatchilik ba'zi odamlar tomonidan boshqacha tushunilyapti. Deylik, o'tgan yili baynalmillatchilardan biri Toshmi talabalari va o'qituvchilari sonini boshqa millat vakillari hisobiga ko'paytirishga chorladi. Bu odamlar baynalmillatchilikdan hayot ne'matlarini teng taqsimlash uchungina foydalanishadi. Mabodo paxtakor paxtani o'zbekdan boshqa termayapti. Bu mehnatni siz va bolalaringiz biz bilan teng baham ko'rsin deb qolsa, nima derdingiz?
Buni millatchilik deb atardingiz. Muhammad Solihni juft standartlikda ayblab Krujilin Xusomov shunday yozadilar. Solih bilan matbuotda bahslashishga jur'at etgan LKS Markazkomining bir xodimiga do'q-po'pisalarga to'la qo'ng'iroqlar bo'ldi. Yumaloq xatlar yozildi. Lekin Krujilin Xusomovning maqolasi chiqqan kuniyoq o'sha LKS xodimi Solihga qo'ng'iroq qilib, unday gapni men hech kimga aytganim yo'q dedi. Krujilin Xusomov paxtani qayta ishlashning ekologik zararini izohlay turib, 19-partkonferensiyaga takliflarda aytilgan asosiy fikr o'zbek ishchilar sinfi yo'qligi haqida lom-mim demaydilar. Axir ular paxta xom ashyosining 92%ni tashqariga jo'natayotganimizni va toki tayyor mahsulot markaziy rayonlarda ishlab chiqarilar ekan, bizning bu turmush darajamiz past bo'lajagini tushunmasligi mumkin emas-ku. Bu yangi gap emas. Partiya 10-syezdda rezolyutsiyalarda shunday deb yozilgan edi. Tengsizlik mohiyati Rossiyaning mustamlakasi yoki yarim mustamlakasi bo'lmish o'lkalar, ayniqsa Turkiston, har xil xomashyo yetkazib beruvchi rolida majburan ushlab kelinardi va xomashyo markazda qayta ishlanardi. Bu holat ularning doimiy qoloqligiga sabab bo'lib, sanoat proletariatining paydo bo'lishiga yo'l qo'ymasdi. Krujilin Xusomov Muhammad Solihni prinsipsizlikda ayblashdi. Muhammad Solih prinsipni mansabga almashtirgani yo'q. Aks holda u haqda haqiqatgo'y Muhammadning ikki xil so'zi kabi sensatsion maqola chiqmagan bo'lardi. Bu maqolada tilga olingan Solihning ukasi Maqsud Bekjon 1979-yilda Yozuvchilar uyushmasi tavsiyasi bilan Moskvadagi Maksim Gorkiy nomidagi adabiyot institutiga kirib, uni tugatgan. Solih bor mansabni ishga solib ham uni yozuvchilikka a'zo qila olmas edi. Chunki Yozuvchilar uyushmasiga a'zo bo'ladigan odam oldida janr bo'yicha sovet, yashirin ovoz komissiyasi, sekretariat kabi bir qancha to'siqlar turardi. Bu to'siqlar aro qarindoshini olib o'tish Solihga o'z vijdonini tahqirlash bo'lardi. Keyin Maqsudbekjon dacha olgan emas, bog'dorchilik shirkatidan yer olgan. Bunga har kimning huquqi bor. Buning ustiga akasi ishga kelmasdan oldin berilgan yer. Ehtimol Yozuvchilar uyushmasi kotibining ukalari bo'lmasligi, bo'lsa ham ular she'r yozmasligi kerakligini bilsa, Solih ukasining uyushmaga olinishiga qarshi turgan bo'lardi. Bu ham mayli. Solih ishga kelganidan keyin ukasi kvartira olish navbatida oldingi qatorga o'tib olibdi. Aslida ukasi kvartira navbatida emas, uyga muhtojlar ro'yxatiga kirgan va o'sha ro'yxatda hali ham turibdi. Muhammad Solih Yozuvchilar uyushmasining kotibi bo'la turib, o'z tuprog'ida begona uylarda qisinib yashayotgan boshqa shoir va yozuvchi yoru birodarlarga yaxshilik qila olmadi. Agar ayblash kerak bo'lsa, uni mana shunda ayblash mumkin edi. Yiqilganni tepma she'rining tahlili ham avvalgi tahlillar kabi shu qadar mayda va bachkana. Lekin she'rdan chiqarilgan xulosa bizni jiddiy fikr yuritishga majbur qiladi. Mana she'rning o'zi. Yiqilganni tepma, har holda marhum. To'g'ri, u yiqildi, lekin har holda sen u menga o'xshab yiqilmadi u. O'lmadi-ku baliq qiltanog'idan. O'lmadi u baliq qiltanog'idan, uning tomog'iga tog' tiqilgan bil, yiqilsa ham uning lang oyog'iga bayroqlar o'ralib yiqilgandir ul. 1985-yil. Bu she'r o'rta asrlarda yashab o'tgan hukmdor Amir Temur haqida. She'rda aytilgan fikr shunday: bu hukmdor g'alabalardan tiqilib o'ldi. Oyoqlari ostiga tashlangan taslim bo'lgan xalqlarning tog'lariga o'ralashib yiqildi. Bu fikrni zukkor rus she'rxoni tarjima har qancha qisqartirilsa ham anglab oladi. Bu she'rga xos bo'lgan muhim istioralar, oyoq ostiga tashlangan bayroqlar va tog'lar tarjimada ham saqlangan. Biroq Krujilin Xusomov yoki ataylab yoki badiiy jaholati tufayli bu she'rni Rashidovga tarafbozlik deb tushunganlar. Bu she'rni ruschadan o'zbekchaga tarjima qilgan O'ztag xodimlari shu qadar buzganlarki, bunga aql bovar qilmaydi.
Ular shuni bildirib qo'yish kerakki, bu maqola emas, she'r. She'r 1986-yili Olis tabassum soyasi kitobida chop etilgan. Agar sizda muallifga hurmat bo'lmasa, loaqal ona tilimizni haqorat qilmang. Krujilin Xsonovning aytishlaricha, yozuvchilar kotibi o'z mansabini suiiste'mol qilib Fransiyaga taklifnoma olgan. Taklif Muhammad Solihga 1988-yilning aprel oyida qilingan edi va Muhammad Solih u vaqtda o'z amalini suiiste'mol qila olmasdi. U vaqtda hech qayerda ishlamas edi. Uning she'rlari tarjimaga rejalashtirilgan. Fransiyaga shoir sifatida taklif qilingan edi. Siz O'ztag guvohnomasiga ega bo'la turib va gazeta muharrirlarining pinjiga kirib, odamlarni haqorat qilib, nomlari bilan o'ynashyapsiz. Lekin sizga o'sha Allohni, o'sha mullalarni va o'shanday zaminni haqorat qilishga kim huquq berdi? Qaysi o'zbekning ikkinchi bir tiyin ruhoniylar va yer haqida shunaqa ohangda gapirganini eshitgansiz? Krujilin va Xsomov O'zbekistonni afg'on tuprog'i bilan qiyoslaydi va bizni shu hayotga shukr etishga chorlaydi. Lekin ular Buxorodan kelayotgan gaz quvurlari, gaz nima bilmaydigan o'zbek dehqonlarining xilvirab turgan kulbalari qoshidan o'tishini nahotki bilishmasa? Bizga nima kerakligini, nima kerakmasligini sizlar belgilab bera olasizlarmi? Ha, bizga boqim bo'lmasligimiz uchun tayyor mahsulot ishlab chiqaradigan korxonalar zarur. Bizga mahalliy aholi vakillaridan oliy malakali mutaxassislar kerak. Bizga zavod tutuni emas, sof havo kerak. Bizga monokultura emas, balki yashil o'tloqlar, yaylovlar, bog'roqlar kerak. Bizga mayib majruhlar emas, sog'lom ayollar va bolalar kerak. Bizni voyaga yetkazgan va bizdan aqlli ravishda himoya kutayotgan o'z yerimiz, vatanimiz kerak. Bu maqola Pravda Vostoka, Sovet O'zbekistoni va Tashkentskaya Pravda gazetalarining 1989-yil 7-yanvar sonida chop etilgan. Bu maqolaning bosilishi esa Sovet rejimining bo'lgamizda bir qadam orqaga chekinganini ko'rsatdi. Rejim o'z nashr organlarida tarixi bo'yicha ilk daf'a o'z dushmanining, bir antikommunistning maqolasini bosishga majbur etilgandi. Bunday voqealarni faqat qayta qurish va oshkoralik siyosatiga bog'lab ko'rsatmaslik kerak. Bu kontekstda mustaqilligimizni Gorbachov berdi deyish o'z xalqimizga katta hurmatsizlikdir. Gorbachov va boshqa ruslar o'z perestroykasini Sovet imperiyasini yiqish uchun emas, uni kuchaytirish uchun boshladilar. Eskirib to'zgan davlat mashinalarini yangilab, mustamlakalarni yanada mustahkamlash uchun boshladilar bu islohotni. Bu islohot Sovet imperiyasidagi xalqlar tarafidan dastaklanishi uchun oshkoralik siyosatini boshlatdi Gorbachov. Agar bu oshkoralikning o'z boshiga balo bo'lishini bilganda, bunday islohotni aslo boshlatmas edilar. Sovet davlatida yashayotgan butun mazlum xalqlar, jumladan o'zbeklar ham ana shu oshkoralik tirqishidan dunyoga qaray boshladilar. Bu tirqishga qarab ham dunyoni, ham o'zlarini tanidilar. Birlik harakati, undan keyin qurilgan erk harakati ana shu o'zlikni tanishning tarixiy belgilari edi. Siz Muhammad Solihning Vodiyda o'lish taqiqlangan audio kitobi 3-qismini tingladingiz. Davomini Eltuz kanalining keyingi yoyinlaridan izlang.